Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz bilan Market Plus jamoasi Market Plusga qanaqasiga ulash mumkin va Market Plus o'zi nima va sellerlar yoki Zoom Market menejerlari, Marketplace menejerlariga nima berish haqida gaplashamiz. Ushbu videoda siz umumiy servisimiz haqida barcha ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda Market Plus bu Telegram bot, ikkinchisi bu ichki analitik sayt bo'ladi. Ikkitaga bo'lingan, lekin Telegram bot orqali registratsiya qilib saytda ham ishlasangiz bo'ladi va saytdan registratsiya qilib Telegram botda ham ishlasangiz bo'ladi. Telegram botdan boshlaymiz. Eng osoni Market Plus botga qo'shilamiz va start knopkasini bosamiz. Start knopkasini bosganda o'zimizga kerakli bo'lgan tilni tanlaymiz va telefon raqamimizni ulashamiz. Telefon raqamini ulashgandan keyin o'zimizga kerakli bo'lgan tarifni tanlaymiz. Tariflarimiz har xil. Bepul tarifda siz 5 kunlik bepul ishlatishingiz mumkin bo'ladi va Yandex Market va Uzum Marketda do'konlaringizni bemalol qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Uzum Marketda bitta do'kon qo'shsangiz bo'ladi bepul tarifda va Yandex Marketda do'konlar soni cheklanmagan. Endi 5 kunlik bepul tarifni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Birinchi navbatda sizga beriladigan nomer bo'ladi bu yoqda. Mana bu nomerni bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Xodimlarga qo'shib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Misol do'konimizga kiramiz, Uzum Marketdagi va ushbu nomerni xodimlarga qo'shib qo'yamiz. Do'konni belgilaymiz va tayyor knopkasini bosamiz. Va ikkinchi qiladigan ishimiz, do'konni tasdiqlashimiz uchun mahsulotlar bo'limiga kirib, do'kon ID'sini mana tepada turadigan saytdan olishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda ko'rinib turibdi. Do'kon ID'sini kopировать qilib turib, bu yoqqa сообщение qilib jo'natib yuboramiz. Va shunaqasiga do'koningizni qo'shib qo'ydingiz va keyinchalik ham agar do'kon qo'shmoqchi bo'lsangiz, prosta sozlamalarga kirasiz, do'konlarni boshqarish degan bo'limga kirib turib, xuddi shunaqasiga do'konlarni qo'shib chiqasiz. Birinchi navbatda sizga do'kon qo'shish knopkasini bosganingizdan keyin mana bu nomer beriladi. Mana shu nomerni olib turib, xuddi shunaqasiga boshqa do'konlaringizga kirib, xodimlarga qo'shib chiqishingiz kerak bo'ladi menejer sifatida. Do'konlarni belgilab, keyin qo'shilganingizdan keyin xuddi shunaqasiga yana o'sha do'kon ID'sini, nomerini bu yoqqa yozib olasiz. Do'kon ID'sini nomeri mahsulotlarga kirganingizda do'koningizni tanlab, tepada o'zi ID nomeri turadi do'konni. Keyin bu yoqqa o'sha ID nomerini yozib olasiz do'konni. Va yana siz birinchi navbatda xodim ham qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Xodimlar bo'limiga kirib turib, faqat premiumga ulangan bo'lsangiz, bemalol siz oladigan сообщениyalarni xodimlar ham olishi mumkin bo'ladi. Ana endi botda do'koningizga ulaganingizdan keyin shaxlarga avtomatik javob beradi sun'iy intellekt orqali. Misol uchun ko'rishingiz mumkin. Mijoz yozgan sharhga qarab turib bu javob beradi. Agar negativ sharh qoldirgan bo'lsa, negativga ham pozitiv, chiroyli javob beradi va kerak bo'lsa shu muammosini hal qilishga undaydi. Bu juda ham kerakli funksional. Agar sizda kuniga 200-300 ta otziv tushsa, har bittasiga vaqtingiz bo'lmaydi. Ko'p vaqt oladi bu javob berishga yoki menejer alohida yo'llasangiz ham 2-3 million kamida oylik berasiz va shuni o'zida ham yutqizasizda. Bu bo'lsa bot sizga kamaytirib beradi rasxodlaringizni va tez javob beradi har bitta odzivga. Bot o'zi qanaqasiga ishlaydi? Bot sizga har kuni hisobotlar tashab beradi. Har soat, misol soat 17:00 dan 18:00 gacha bo'lgan savdolarni, bir kunlik savdolaringizni har kuni sizga tashab berib turadi. Misol 17:00 dan 18:00 gacha 1 soat oralig'ida 8 ta tovar sotilgan, 1 millionlik tovar bo'ladi. Uning ichida 1 million 760 ming so'm bizga chiqarishga summa va orasida foydamiz bo'ladi va bu pastida bo'lsa umumiy bir kun ichida, ya'ni 00 dan 18:00 gacha bo'lgan, chunki hozir bizda soat 18:00 video olayotganimizda ko'rishimiz mumkin 70 ta tovar sotilgan, 9 million 700 lik savdo bo'lgan, uning ichidan 7 million 100 ni bizga chiqarib beradi va toza foydamizni oldindan hisoblab beradi. Va bu yoqda umumiy rasmda ham ko'rsatib beradi. Rasmda mana misol uchun foydada minus qayerda bo'lsa, bu yoqda ROI dan minus bo'layotgan bo'lsa, qizilda o'zi ko'rsatib ketadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin qaysi SKUda siz minusga kirayotganingizni va umumiy kunlik savdolaringizni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va bu dnevnoy отчетga kiradi, ya'ni kunlik отчетga. Keyingisi, agar tovaringiz savdoga chiqqan bo'lsa, savdoga qaytdi tovaringiz deb ko'rsatadi yoki bloklangan bo'lsa, bloklangan deb ko'rsatadi umumiy. Bu botning funksionali va har soatga hisobotlarni ham biz nastroyka qilib qo'yishimiz mumkin. Endi hisobotlar bo'limiga o'tsak, pastda sotuv va qoldiqlar hisoboti bor. Buni haftalik, 3 kunlik, bugungisini, oyligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun haftaligini ko'rmoqchimizmi? Buni web versiyada ham o'ta ko'rsak bo'ladi. Telefonda bu zo'r ko'rinadi. Bir haftada nechta tovar sotilganini
Mana bu yoqda ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi va do'konlaringiz bo'yicha filtr qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyingisi bo'lsa bu orqaga qaytib turib top tovarli qoldiq hisoboti. Buni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Buni saytda ham ko'rsak bo'ladi va Telegram o'zida ko'rsak bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Har bitta magazin bo'yicha ham bemalol buni filtr qilsangiz bo'ladi. Qaytgan tovarlar hisoboti, brak tovarlar hisoboti, brak tovarlar hisobotini har bitta do'kon uchun alohida qilsangiz bo'ladi, YTDMChJ uchun alohida qilsangiz bo'ladi. Misol do'konlarning farqi yo'q, nechta do'kon ulashingiz. Misol premiumda 5 ta do'kon ula olasiz va uni YTTlarni umuman farqi yo'q. Xohlasangiz MCJlarni ulab qo'ysangiz bo'ladi. YTT farqi yo'q do'kon bo'lsa bo'ldi. Misol har bitta do'kon uchun alohida qilamiz va bizga umumiy braklar bo'yicha barcha ma'lumotlarni tashlab beradi. Отчет brakov. Buni kirsak ichiga do'konimiz bo'yicha umumiy braklarni sonini bizga chiqazib beradi va biz ko'rishimiz mumkin 307 ta brakimiz bo'lgan va uni summasi umumiy 31 millionlik deb ko'rsatadi. Va bu summani biz Uzum marketdan ham olishimiz mumkin bo'ladi brak uchun. Ana endi keyingisi ortga qaytamiz va pastroqqa tushganimizda yo'qolgan tovarlar hisoboti bor. Buni ham FBO bo'yicha bemalol tanlashimiz mumkin va barchasini bitta faylda qilishimiz mumkin. Har bitta do'kon uchun alohida yoki YTT uchun alohida qilsak bo'ladi. Biz har bitta do'kon uchun alohida qilamiz va bizga hisobotni bot shakllantirib beradi. Misol uchun mana ko'rishimiz mumkin 3 ta fayl tashlab beradi. Birinchisi do'p soglashение. Hammasida bu Uzumga jo'natadigan faylimiz qizilda qaysi bir joylarini o'zimizning ma'lumotlarimizni qo'yishni ko'rsatib ketgan bo'ladi bu. Bu yerda hammasini o'zingizlar ma'lumotinglarni qo'yib chiqasizlar YTTlar bo'yicha Uzumga ulangan. Keyingisi bu yo'qolgan tovarni Excel fayli. Har bitta tovar bo'yicha o'zi hisoboti bor va keyingisi bo'lsa bu kompensatsiya, ya'ni kompensatsiya shablonini tayyorlab beradi. Tayyorlab bergan shablonni bu yog'iga faqat o'zingizning familiya ismlaringiz, YTTlarning ma'lumotlari, PNFL va расчетный счет bank hisob raqamlarini ko'rsatib ketsangiz va bu yog'iga qo'l qo'yib, pechat qo'yib Uzum marketga jo'natib yuborsangiz bo'ladi. Umumiy hammasini o'zi to'ldirib bergan bo'ladi. Ruchnoy faqat shu o'zingizning ma'lumotlaringizni to'ldirasiz. Buni to'ldirib bo'lgandan keyin do'p soglashenieni ham to'ldirib, mana shu ikkita faylni Uzum marketi botiga jo'natib yuborasiz. Xuddi shunaqasiga bemalol yo'qolgan tovarlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi keyingi bo'limga o'tamiz, orqaga qaytamiz va analitik hisobot bo'limlari ham bor bu yoqda. Analitik hisobotda nolikvid tovarlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buni onlayn ko'rish bor va barchasini bitta faylda olishimiz mumkin yoki har bir do'kon uchun alohida olishimiz mumkin va har bitta do'konimiz uchun yaxshi sotilmayotgan tovarlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana bu yoqda umuman yaxshi sotilmayotgan oxirgi 30 kunlikda 10 tadan kam sotuv bo'lgan tovarlarimizni ro'yxatini o'zi chiqazib beradi va bulardan biz qutulishimiz kerakligini ko'rsatib turadi. ABC analiz tayyor bo'ladi. Mana C kategoriya bor, D bor, hammasini bizga chiqazib beradi. Ana endi keyingisi bu orqaga qaytamiz. Yig'ma hisobot bor va pullik saqlashdagi tovarlar bor. Bu pullik saqlashdagi tovarlarni ham ko'rishimiz mumkin. Har bitta do'kon uchun alohida yoki bitta hisobot qilsak ham bo'ladi. Bitta hisobotni umumiy hamma do'konlar bo'yicha ochadi va buni filtr qilib olishimiz mumkin bo'ladi Excelda va har bittasini ko'rib chiqsak bo'ladi. Umumiy nech pul to'layotganligimizgacha o'zi chiqazib beradi. Misol mana 6810 bitta tovarimiz pullik omborda turibdi va 319140 so'm Uzum marketga har kuni ombor uchun to'layapmiz ekan. Umumiy hamma do'konlarda. Keyingisi yana orqaga qaytamiz va yig'ma hisobot bor. Bu umumiy hisobot har bitta do'kon uchun alohida qilsangiz bo'ladi. Bu umuman barcha o'sha Uzum marketda biznes boshlaganingizdan beri, o'sha do'koningizni ochganingizdan beri nechta tovar jo'natgansiz, nechtasini qabul qilishgan, nechtasi qabul qilinmagan, nech pullik savdo bo'lgan, hammasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana bu hisobotni olamiz hozir. Bu do'kon bo'yicha mana ochdik va ochganda umumiy tovar nomi, shtrix kodi, nechta tovar jo'natilgan, nechtasi brak bo'lgani, muammoli bekor qilishlar, skladga yuborilgan nechta tovar, skladga qabul qilingan nechta. Har bitta SKU bo'yicha barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Gabarit turini saqlash narxigacha hammasini mana aynan mana shu отчетda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi endi kelinglar saytga o'tamiz. Veb-saytga kirish oson. Bu yoqda veb sahifa deb yozamiz. Veb sahifada bizga havola chiqadi va havolada bemalol veb sahifamizga o'tib olsak bo'ladi. Veb sahifaga o'tganda bizda login va parol orqali kirsa bo'ladi. Buni login parolini o'sha botga kirib turib sozlamalardan olishimiz mumkin bo'ladi. Parolni yaratish bor. Yangi parol yaratish. Bu veb saytimizning logini.
Misol uchun mana bu veb saytimiz logini bo'ladi. Buni saqlanch qilamiz. Yangi parolni yaratish ha knopkasini bosganimizda bizga yangi parol beradi. Bu loginimiz. Loginni kopiya qilamiz. Keyingisi bu parol bo'ladi. Vaqtinchalik keyin buni o'rnatib olamiz. O'zgartirib qo'yamiz. Va login parol orqali kirib ketamiz o'zimiz sahifamizga. Keyin kirganimizdan keyin parolni bu yoqdan o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Joriy parolni kiritib, yangi parolni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Yangi parolni qo'yganingizdan keyin bemalol login parol orqali ham kirib yursangiz bo'ladi. Bu umuman hamma kompyuterdan login parol qilib turib kirsangiz bo'ladi. Keyingisi bu agar siz login parol termasdan kiraman desangiz tezroq buni Telegram orqali ham kirsangiz bo'ladi. Telegram orqali siz ruxsat berasiz kirishga, sizga Telegramdan сообщение keladi va принять qilsangiz bo'ldi va birpasda kirib ketasiz. Ushbu saytda ishlashini hozir sizga ko'rsatib beraman. Bu ichki analitik saytimiz. Hamma botdagi ma'lumotdan ham ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin saytda. Umumiy savdolaringiz qayerda qanaqa bo'layotganligini, oylik otчетlar, soatlik otчетlarni aynan bu yoqda grafik jarayonida ko'rsangiz bo'ladi. Sayt qanaqasiga ishlaydi? Siz ulagan do'konlardagi o'sha savdolarni bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu bosh sahifa, ya'ni dashbord deyiladi. Bu dashbordda siz moliyaviy ma'lumotlarni, ya'ni belgilagan vaqt oralig'idagi savdo hajmini va belgilagan do'koningizdagi savdo hajmini ko'rishingiz mumkin. FBO'dagi qoldiqlar sonini va uni tan narxini ham ko'rsatadi. FBSda nechta tovaringiz turganini ko'rsatadi. Misol tushumni ko'rsatadi va toza foydani ko'rsatadi. Toza foydani mahsulot tan narxidan oladi. Plus minus qilib hisoblab, komissiya, logistikani hisoblaydi va har bitta tovar uchun necha pul foyda qilayotganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda pastda buni nastroyka qilib olish kerak bo'ladi do'konlar degan joyda. Do'konlarda har bitta do'koningizni misol nastroykasi bo'ladi. Bu do'kon nastroykasi qanaqasiga qilinadi? Misol do'koningizdagi soliq stavkani bu yoqqa belgilab ketishingiz mumkin bo'ladi. Misol 1% qilib qo'yasiz. Soliq stavkasini belgilaganingizdan keyin bemalol o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi har bitta soliq stavkalarini va bu yoqdan ham do'kon qo'shib ketsangiz bo'ladi. Do'kon IDsini va tepada qaysi nomerni menejer qilib qo'yishga bot o'zi tepada ko'rsatib beradi. Uzun marketda aynan shu nomerni xodimlar bo'limiga kirib turib menejer sifatida do'koningizga qo'shasiz va do'kon IDsini kiritasiz. Do'kon IDsini o'sha saytdan olasiz. Uzun marketda o'zidagi qanaqasiga olinishini ko'rsatib ketganmiz. Do'konlarni qo'shib bo'lganingizdan keyin bosh sahifaga o'tasiz va umumiy necha pul savdo bo'layotganligini, uni orasida necha pul tushishini va toza foydani ham ko'rib ketsangiz bo'ladi. Bu umumiy xarajatlar, bu yoqda necha pul komissiya to'langanligi, logistikaga qancha ketgani, pullik omborga necha pul to'laganingiz, marketingga necha pul to'laganlaringizgacha chiqadi. Bu yoqda nastroyka ham qilsangiz bo'ladi. Misol oldingi yilgi savdolaringizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Misol avgust o'zida necha pul daromad qilganingiz, necha pul komissiya olgani sizdan, omborga necha pul to'laganingiz, logistikaga qancha olgani va logistikadan qancha qaytgani va ombori summasidan qancha qaytganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi aynan o'sha paytda o'zida. Keyingisi bu soatli sotuvlar bo'ladi. Misol bu yoqda ham belgilashingiz mumkin bo'ladi. Kerak bo'lsa oldingi yilni ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Misol avgust o'zini yana ko'rsataman va avgust o'zida asosiy savdolaringiz qanaqa bo'lganligini ko'rishingiz mumkin va qaysi paytda ko'proq buyurtma tushganini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Misol umumiy savdodan soat 11:00 da mana 219 ta zakaz tushgan o'sha oy o'zida. Misol soat 15:00 da 16:00 gacha mana 257 ta, bu yerda hammasini soatlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu ham ko'p do'konchilarga yordam sifatida bo'ladi. Nimaga? Chunki ular soat 12 dan keyin boostlarni o'chirib qo'ysa bo'ladi, reklamalarni o'chirib, keyin o'sha savdo yaxshi bo'ladigan payt, misol soat 9 da yoqib qo'yishlari mumkin bo'ladi reklamani. O'shanga prosta tak pakaz bo'lmaydi. Ya'ni konversiya bo'lmaydigan paytda o'chirib qo'yishadi reklamani. Keyingisi bu oylik hisobotlar. Oylik hisobotda ham xuddi shunaqasiga misol tanlashingiz mumkin bo'ladi belgilangan vaqt oralig'ini va vaqt oralig'ida savdolaringizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Misol o'sha oy belgilagan oyimizda aylanma 408 million bo'lgan, undan soliq 1% 4 million to'langan, daromad qancha bo'lganligi, ya'ni umumiy aylanmadan bizga chiqarilgan pul va uni sof foydasi, bu yoqda umumiy xarajatlar, komissiyaga qancha, omborga qancha ketgan, logistikaga qancha ketgan, umumiy hammasini bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Qabul qilingan yuk xatlarigacha bemalol ko'rsa bo'ladi. Buni Excel faylda ham olsa bo'ladi. Nechta yuk xati qabul qilingan, unikal SKUlar yuborilgan va qabul qilingan uning ichida. Misol 28 ta yuk xati
tovar ketgan, 435 ta tovardan 435 tasi qabul qilingan o'sha oy. Hammasini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Asosiy buyurtmalar qaysi do'konlarga tushgani va qaysi misol tovarlar FBO'dami yoki FBS'dan yaxshi sotilganligi, qaysi ko'rsatkichli kategoriyada yaxshi sotilganligi, qaysi kategoriyada ko'rsatkich qanaqa, umumiy top 5 ta savdoyingizda asosiy kategoriya qaysi, hammasini ko'rsangiz bo'ladi. Pastda qaysi tovaringiz ko'p sotilganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi bu topshirilgan buyurtmalar. Topshirilgan buyurtmalar bu juda ham foydali hozirgi kunda, ayniqsa pul chiqarishda bo'layotgan muammolarda ko'p sellerlarda xatolik yuzaga keladi. Pulni uzun market to'liq tashlab bermayapti degan xayolda yurishadi va o'shani bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Misol bu yoqda ham avgustda ko'rishimiz mumkin. Misol 1950 ta buyurtma, daromad shuncha bo'lganligi va nech pul bizga tushum bo'lganligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hisob-kitobda umumiy xizmatlarga to'lov chiqimda va xizmatlarga nech pul to'lov tushumda bo'lganligi va umumiy bu tovardan sotilgan summadan chiqishi bo'lsa, bu 304 milliondan keyin kabinetimizdan yechilgan pul. Buning ichida marketing bor, buning ichida pulli ombor bor, buning ichida boshqa xizmat turlari bor. Umumiy o'shani hisobga olgan holda jami bizga chiqarishga shuncha pul berilgan bo'ladi, 392 millionda. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Bu asosiy o'sha olib ketilgan buyurtmalar bo'yicha, oylik hisobotlar bo'yicha bosh sahifa bu yerda asosiy hisobotlar berilgan bo'ladi. Keyingisi bu marketing. Marketingda bu avtobidr yoqsangiz bo'ladi. Har bitta o'sha boostingizga avtobidr degani, misol siz qaysidir kalit so'zga, ko'rishlar soniga pul qo'ygansiz va o'sha pulni 13 ming qo'ygan bo'lsangiz, boshqa konkurentingiz 14 ming qo'ygan bo'lsa, har bitta stavkani avtobidr o'zi ko'tarib ketadi o'rningizga. Bu bo'yicha video darsligi ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Ekranda qoldirib ketamiz. Aynan shu joyda o'tib bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Juda ham foydali funksiya. Keyingisi yuk xati funksiyalari. Yuk xatini bemalol uzun marketdagi o'sha jarayonni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va unga ETT'ni ham qilib ketsangiz bo'ladi, chunki servisimiz Didox bilan primoy ulangan bo'ladi. ETT'ni kerak bo'lsa qilsangiz bo'ladi. Hozir lekin aktual emas. Sotuv va qoldiqlar bo'yicha hisobot, boya bot orqali ko'rganimizda ham bu yoqda datani bundoq ko'rib, belgilab, bemalol o'zimizga qiziqarli bo'lgan paytda nech pul savdo bo'lgan, nech pul foyda qilganligimizni bemalol bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi va qaysi tovarlarimiz yaxshi sotilganligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. To'p sotilgan mahsulotlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol o'tgan haftada qanaqa to'p sotilgan mahsulotlar bo'lganligini bemalol ko'rishimiz mumkin. Keyingisi likvid bo'lmagan, ya'ni yaxshi sotilmayotgan tovarlarimizni shu do'konlar bo'yicha ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham juda foydali. Misol nechta tovarimiz omborda nelikvid bo'lib turganini ko'rishimiz mumkin. 3373 ta tovar omborda nelikvid bo'lib turibdi. Uning ichida o'sha 9359 ta sotilgan va umumiy nech pul to'layotganimiz skladga har kuni 148 ming so'mdan to'layotgan ekanmiz nelikvid tovarlarimizga. Oxirgi 30 kunda 1,5 mingtagina o'sha nelikvid tovarlardan sotilgan ekan. Oxirgi 30 kunda agar 10 tadan kam sotilgan bo'lsa, qaysidir tovaringiz u nelikvidga tushadi. Pullik omborga umumiy nech pul sarflayotganimizni ham ko'rsak bo'ladi. Bu yerda do'konlar bo'yicha filtr qilib yoki Excelga yuklab olsak bo'ladi va Excelda bemalol ko'rib olsak bo'ladi qaysi tovarlarimiz nelikvidligini. Umumiy SKU'lari bo'yicha, do'konlar bo'yicha filtr qilib olsak ham bo'ladi hammasini. Keyingisi qaytarilgan mahsulotlar faqat olib ketilganini ko'rishimiz mumkin. Misol punktga borib turib, o'sha yerdan atmen berganlarini ko'rishimiz mumkin va uni sababini ham bilishimiz mumkin bo'ladi. Nimaga qaytarilganligini, misol razmeri to'g'ri kelmagan. Shunga o'xshash umumiy vykupdagi muammolarni bilishimiz mumkin bo'ladi va unga yechim berishimiz mumkin bo'ladi. Endi to'langan mahsulotlar bor, ya'ni qaysi tovarimizni o'sha olib ketib pul chiqarishga mavjudligini ham bemalol ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi aynan shu bo'limda. Misol aprel oyini olishimiz mumkin va umumiy tovarlarimiz chiqadi, ya'ni puli chiqarishga dostupniy bo'lganligini, ya'ni to'langan o'sha mahsulotlarimiz olib ketilgan bo'ladi, nechta tovar sotilganligigacha ko'rsatadi, qaysi ID, qaysi SKU bo'yicha ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Keyingisi bu ombordagi inventorizatsiya, ya'ni ombor ko'rsatkichlari hozirgi kunda nechta tovaringiz turgani, nechta SKU, qaysi do'konlarni bo'yicha, umumiy qo'shgan do'konlaringiz bo'yicha filtr qilsangiz bo'ladi va umumiy do'konlar bo'yicha nechta tovaringiz turgani, nech pullik tannarxdaligi
va uni umumiy miqdorini ham ko'rsangiz bo'ladi rasmlari bilan birga va uni Excel faylga ham yuklab olsangiz bo'ladi. Keyingisi yo'qolgan tovarlarni ham ayniqsa mana shu yerdan bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin yo'qolgan tovarlarni 642 ta tovar yo'qolgan bo'lgan. Belgilagan do'konda 58 millionlik poteriya bor, lekin 58 million uzum market to'la bermaydi, chunki uzum market ichida missing sistema yoqilgan. Bu degani 58 millionga zapros bersangiz ham sizga 20 million, 25 million to'lab beradi, qolganini yo'qolmaganligini sizga tasdiqlab berishi mumkin bo'ladi. Balkim u yo'qolmagan, u problemli отделda turgan bo'lishi mumkin. Keyin so'rovnomani tayyorlaymiz. Bu yoqda уже to'ldirib ketamiz. Misol YTTni rahbar familiya ismi, YTTni nomi, YTT firma guvohnoma nomerini qo'shasiz, JSHR qo'shasiz, manzilni qo'shasiz, uzun bilan shartnomangizni qo'shasiz. Misol 098 i oxiri n bo'ladi shartnomani hammasida uzun marketda i shartnoma sanasi boshlanganligi, bank hisob raqamingiz nomi, bank hisob raqami o'zi, infosini qo'ysangiz va so'rovi hisobotni shakllantirish qilsangiz, umumiy sizga hisobot shakllantirib beradi. Tayyor dokument bo'ladi. Prosta uzun market botiga jo'natib yuborasiz. Keyingisi bu mahsulotlar bo'limi. Mahsulotlar bo'limida siz Yandex Marketga o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Tovarlaringizni Yandex Marketga qanaqasiga ulaydi do'konni? Mana bu yerda uzun market bor, Yandex Market bor. Yandex Marketga ulab ketasiz. Bu bo'yicha hozir silka qoldiramiz videosini va qanaqasiga tovarlarni o'tkazish mumkinligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana shu mahsulotni men Yandexga o'tkazmoqchiman. O'tkazish knopkasini bosaman, kategoriyani tanlayman, biznes tanlayman, qaysiga o'tkazmoqchiligimni va yuborish knopkasini bosaman. Yuborish knopkasini bosganimda har bitta mahsulotning bo'yicha, misol uchun L belly, bu M belly, har bitta rangi va SKUsi bo'yicha umumiy sozlamalar bor. Bularni sozlab ketsam bo'ladi. Keyingisi bu uzun marketda yo'q parametrlari bor, o'shani to'ldirib ketsangiz bo'ladi. Majburiy emas, lekin to'ldirib ketish kerak o'zi. Keyingisi bu umumiy bu yoqda ham xuddi shu uzun marketda berilmagan, lekin Yandex Marketda mavjud bo'lgan xarakteristikalarni to'ldirib ketsangiz, ko'proq ball beradi sizga va yuborish knopkasini bossangiz, tayyor hamma SKUlari bilan birgalikda o'tib ketadi. Kerak bo'lsa rasmi, ID raqami, SKU nomi, shtrix kod raqamigacha o'tadi o'zi va yuborish knopkasini bosamiz va Yandex Marketda bu kartochka tayyor bo'ladi. Shunda bitta kartochkani o'tkazishga sizga 1 minutdan vaqt ketmaydi. Keyingisi bu FBS buyurtmalari. FBS da agar ishlaydiganlar bo'lsa, bu juda ham foydali FBS bo'limida ishlash. FBS bo'limida sizga tovarlarni bemalol bitta joyda qabul qilib, keyingisi yig'ishdagilarga o'tkazib, buyurtma etiketkasi va shtrix kodni bitta vaqt o'zida chiqarishingiz mumkin bo'ladi va topshirishga jo'natib yuborsangiz bo'ladi va mahsulot yig'ishda agar sizda skaner bo'lsa, bu yoqqa ham videolarini tashlab ketamiz, har bittasini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Video darsligini bu ham juda ham foydali instrumentlardan biri. FBSchilar bizning servisimizni sevib ishlatishadi, chunki o'z o'rnida bu uzun marketni funksionaldan ko'ra 2 barobar foydaliroq va 20 minutda qiladigan ishingizni 1 minutda bitirishingiz mumkin bo'ladi bizning servis orqali. Bu bo'yicha video darslik qoldirib ketaman, uni ko'rib olsanglar bo'ladi, chunki bu juda ham katta tema. Keyingisi unit hisobot. Bu bo'yicha ham darslik bor, lekin shuni o'zida tushuntirib beraman. Assortiment bo'limida siz tan narxlarni yozib chiqsangiz bo'ladi, realniy tan narxlarni. Bu faqat servisning o'zida qoladi, uzumda o'zgarmaydi. Bu uzumdagi tan narxi va bu real tan narx bo'ladi va shundan servisda mana oylik hisobotlar o'zgaradi va shundan foydangizni chiqarib beradi. Bir xil sellerlar uzun marketda tan narxini balandroq yozadi va bizning servisda haqiqiy tan narxlarini yozib, oylik hisobotlarni bemalol foydasi qancha bo'layotganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Aynan mana shu yerdan siz o'zgartirishingiz mumkin. Bu yerda ID va SKU bo'yicha test qidiruv ham bor. Bemalol tovar nomi yoki shtrix kodi SKU bo'yicha tovarni qidirib tez o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa do'kon bo'yicha filtr ham qilsangiz bo'ladi. Keyingisi bu tovar narxlari. Tovar narxlariga kirganimizda har bitta tovarimizni kartochkani ichiga kirib turib o'zgartirib o'tirishimiz shart emas. Agar u aksiyadan chiqarilgan bo'lsa, bemalol o'zgartirib ketsak bo'ladi. Tahlillashni yoqish knopkasini bosganda umumiy bemalol tahlillab ketsak bo'ladi har bitta tovarni. Asosiysi u aksiyada turmagan bo'lsa, agar aksiyada turgan bo'lsa, aksiyadan chiqarib tashlab bemalol umumiy har bitta tovarning narxini o'zgartirib chiqsangiz bo'ladi. Bu test qilinadi. Har bitta SKUni kirib, uni o'zgartirib, uzumda SKUni o'zgartirish qilib turib shart emas. Bu sizni vaqtingizni tejaydi, ayniqsa bu funksional juda ham yaxshi funksional kiradi. Bemalol o'zgartirib o'tirsangiz bo'ladi tovar narxlarini massaviy.
Keyingisi bu unitdagi joriy holat, ya'ni necha pul sotib turib, necha pul foyda qilayotganingiz tovarda unit ekonomikasi, buni yuklab olishingiz ham mumkin bo'ladi va sizga agar bu yoqda minimal foyda necha foiz qolishini xohlasangiz, sizga minimal narx ham taklif qilib turadi, necha puldan tovaringizni sotishingiz mumkinligini. Bu yoqda hozirgi holatingizda qaysi paytda minus marja bo'layotganligini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi hozirgi qo'ygan narxingizdagi savdodan. Keyingisi bu faktiskisi, ya'ni уже sotilgan tovarlaringizdan necha pul foyda qilayotganligini ham bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar tovar narxini real qilib belgilasangiz, umumiy to'g'ri ko'rsatadi hammasini va bemalol uni magazin bo'yicha filtr qilishingiz mumkin, SKUID bo'yicha filtr qilishingiz mumkin. Bu ham juda foydali funksiya. Keyingisi VGT hisoboti, bu gabaritli yangilansa, uzun marketda, ya'ni litr hajmga o'tsa, taxminiy yetkazish narxi necha pul bo'lishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bir xillida 8000 bo'ladi, 8000 so'mlik logistika 6200 bo'lyapti, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda gabarit o'lchamlari belgilanib ketgan, uni litrdagi hajmi belgilanib ketgan va taxminiy yetkazish narxi ham belgilanib ketgan bo'ladi. Oldindan ko'rib olishingiz mumkin, qaysi tovarga necha pul to'layotganingizni. Keyingisi bu do'konlar sozlamasi va bu sharhlar. Sharhlar bo'limida saytda odzivlarni bemalol nastroyka qilsangiz bo'ladi. Odzivlarni nastroyka qilayotganda har bitta odziv uchun, misol bir qo'ygani uchun nastroyka qilib qo'ysak bo'ladi. Sharhga avtomatik javob berish yoqish yoki o'zimizni shablonimizni kiritsak bo'ladi. Bu yoqda уже avtomatik qo'yiladi. Salomlashish bilan mijozisini avtomatik qo'yiladi va keyingi sarlavhani yozib ketsangiz bo'ladi. Rus tilida ham, o'zbek tilida ham. Xuddi shunaqasiga 2 qo'yganligi ham, 3 qo'yganligi ham, 4 qo'yganligi ham hammasini belgilab ketsangiz bo'ladi. Birinchi navbatda bu yerda sharhlarga javob berishni yoqib o'chirsangiz bo'ladi. Tizim shablonini qo'llash, shablonlar ham bor bizda, uni ham qo'llasangiz bo'ladi va sun'iy idrok qo'llasangiz bo'ladi yoki sun'iy idrokni o'chirib qo'yib, faqat shablonlarni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingisi bu bildirishnomalar. Sizga Telegramda keladigan bildirishnomalarni hammasini aynan mana shu yerda yoqib o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham Telegramda sizga keladigan bildirishnomalarni filtr qilish bo'ladi. Kimgadir soatli bildirishnomalar yoqmaydi yoki yuk xatlari bildirishnomalari yoqmasa kerak. Kimdir faqat FBS buyurtmalarini yoqib qo'yadi. Shu bo'yicha hammasini nastroyka qilib ketsangiz bo'ladi, aynan bildirishnoma degan joyida. Hozirgi ko'rsatgan funksiyalarimiz bu hammasini taqdimot sifatida ko'rsatib ketdik, lekin bu funksiyalardan chuqurroq foydalanish uchun har bittasiga biz darslik olganmiz va bemalol ko'rib chiqsangiz bo'ladi. YouTube kanalimizda mavjud darsliklar. Agar botga ulanmoqchi bo'lsanglar, hammasi to'lovlari avtomatik qilingan. Agar savollaringiz bo'lsa, pastda kontaktlar qoldiramiz. Tarif ulanmoqchi bo'lsanglar yoki bepul tarifga ulanmoqchi bo'lsanglar, bot adminiga yozsangiz bo'ladi va sizga ulanish bo'yicha yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.